siz 3 sekundda alday oladigan inson bilan va nihoyat ko'rishdingiz. Bu Fox uchun menga 4 ta dona karta kerak bo'ladi, ya'ni 4 ta tuz. Endi esa siz uchun bitta karta tanlab olishimiz kerak. Kartani o'tkazib stop qilamiz va siz shu kartani eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni dama chilling. Kartalarimizni yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Sizning kartangiz topilguncha esa biz bitta o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinimizning nomi teskari deb ataladi. Chunki men bitta kartani sizga bildirmasdan 3 marta teskari qilib qo'yaman. Agar uchalasidan bittasida siz buni sezib qoladigan bo'lsangiz, sizning kartangizga $100 pul tashib beraman. Misol uchun tuz yurak. Tuz yurakka yaxshilab e'tibor berib turasiz. Tuz yurak xuddi shu tarzda teskari bo'lib qoladi. 3 ta imkoniyatdan bittasi tusha olsangiz, siz $100 egasiz. Diqqat bilan qarab turing. Tuz yurakni joyiga tiqamiz. Nimadir sezdingizmi? Yo'q. Hozircha tuz yuragimiz teskari bo'lib qoldi va hisob 0. Yana bir marta ko'rsataman. Qarang, bizda 4 ta karta bor va 4 ta kartaning hammasi teskari bo'yicha turibdi. Yana bitta shulchoq va kartalarimiz, tuz yuragimiz yana teskari bo'lib qoladi. Juda ham ahamiyat berib diqqat bilan qarab turing. Qarang, tuz yuragimizni olamiz. Kartamiz ichidan tuz yuragimizni to'g'irladik va hamma kartamiz tepaga qarab turibdi. Kartalarimizni yana bir marta yopamiz va yana bitta shulchoq. Tuz yuragimiz esa har doimgidek yana teskari bo'lib qolgan bo'ladi. Tuz chilling, tuz g'ishtin va tuz qora. Tuz yuragimiz esa bu yerda ko'rinish bermayapti. Tuz yurakka yaxshilab ahamiyat berib turasiz. Doimiy ravishda men sizni yana aldadim. Bizda tuz yurak emas, bu boya tanlagan dama chillingiz edi. Agar qanday bo'lganini topib olgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib keting. To'g'ri javob bersangiz $100 aniq tashib beraman.